Laporta ham tulki. Laporta boshqacha janrdagi tulkida. Ayiq sifat tulkida. Yo'q, yurist u. Bu quruvchi. Yo'q, hozir quruvchilar davri, anaqa ham quruvchi. Doniyor Turopov, Donald Trump. Yo'q, bilaman, qotgan ishini qara. To'g'rimi? Hech qanaqa yurist. Bu hali o'lmolarni olib turib 2 yil, 3 yilgacha o'ynatib yuribdi. Nimadirlar qilib, ularga qo'ymaydi. Hali o'lmo pulamagan yo'q. Richaklar qilib turib, yo'q narsalarni sotdi, u bo'ladimi, bo'lmaydimi deb bir amallab qo'yotibdi va qara, Pep Guardiolani tavakkal qilib qo'ygan, ishlab ketgan. Flick olib kelganda poyezdda keldi-da u odam. Ko'rganmisiz? Poyezd chetida turganda o'sha paytdagi men videolarni eslayman, Xaviga yig'lagan Barsani tayyorlaydigan anaqalari. Nima qolsin ya? Chunki Xavi aniq tiniq odamda. Flickga qaraganda Flick Germaniya bilan rasvo bo'ldi-da baribir. Yuqori Germaniyada qiluvdi. Yaponiyaga yutqizib qo'yib, bir balolar qilib. 3 o'yinda qila olmay qoldi, hali ulgura olmay qoldi. Davram emasdi. Barsada ham boshlarida o'xshamadi-yu. Natija bo'lmadi, boshqa bo'ldi, lekin keyiniga yurib ketyapti-da. Keyin futbolchilar joyiga tushgandan keyin shuni yana tavakkallab oqladi. Men baribir Laportanichi ana futbolniydi. Futbol nuqtai nazaridan yondashyapti-da. Men shu Flick telefon qilgan, Alonso 1000 Perezga yetib turgan bo'lsa, o'sha Donald Trump oynaga qaradi, ko'rsizmi? O'shanaqa o'tirganda Perez ham bor-ku, eshitib, borib kelib, bu anu taraqqiyotni kinoda aylanib kelsa meni eshitayotgan bo'ladi-ku. Shunaqa qilib Alonso yosh, keyin rostdan futbolni odam edi, bechara Alonso. Hozir istagan jamoa ko'ziga to'g'ri, Xavi bir narsa gapirayotganda, ha, to'g'ri bolam, degan lekin hech narsa eshitmagan. O'sha o'zim bilaman degan. Flickka nimaga yurgan, nimaga Xavini bemalol iste'fo qildi? Flick unga futbol tomonlama tushuntirgan. Telefon qilib turib gaplashib turishdi. Bu bolalarni degan butunlay boshqa o'ynatsa bo'ladi degan. Bu bolalar bilan Yevropa titrab tashsa bo'ladi degan isbotlab bergan. Bu yerda mana shu Xabi Alonso ham hozir isbotlab bera oladi shu narsani. Lekin uning uchun komandalar farqli-da. Mana bu futbolchilar bor-ku, mana mentalitet.